Mana bugün 18 fevral saat 6'dan 15 minut o'tdi. Mana ishni hozir to'xtatdik. Bugün 150 bilan ekskavatoram ishladi. Yaş tarafdan bugün 70 metre turba tortib keldik. Ertaga havo yaxshi turgan bo'lsa, mana shu turbalarni ichidagi qumlar qoqtirib, mana Tivan ko'prikdamiz mana hozir. Ishdan pavorot qilgan bo'lsak, mana bu kichik tol buloqqa o'tib ketamiz, xudo xolasa. Harakat bo'lyapti. Mana bugün mana shu yerda ikkita chak ulandi. Mana bugün 8 kishi ishladi bugün. Alloh rozi bo'lsin, shu ishlaganlarga duo qilib turasizlar. Xudo xolasa yurakdan chiqarib hammasi xizmatlar qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin.